الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. عزيز قوملر، اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ثانیا هر قدم و رنجه و تکلیف ترتیب به خاطر ادای جنازه مرحوم دکتر صاحب معروف ثمر کلبسله، به خاطر دفن خاکشون کلبسله. الله متعال هر قدم لریزگه اجر حسنه مزد جزیل نصیب قسن. عزیز قوملر، بارها تقریر و تبلیغ شتب سزلر. الله متعال تخمینا اونطور 100 yıldan ilgari Qur'onga xabar bergandi ki minha xalaqnakum. Ey insonlar, men sizlarni mana shu zamindan yaratdim ki chunki Hazreti Adem ve Hazreti Baba Mama Havvoni Allah imtihan shu to'rpoqdan yaratganda. Bizlar ularning zurriyalarimiz. Allah Muteala aytadiki, men sizlarni shu to'rpoqdan yaratdim. Minha xalaqnakum ve fiha nu'idukum. Pes sizlar dunyoga ham keldingizlar bir necha vaqt, 40 yil, 50 yil, 60 yil, masalan 80 ila 90 ila 100. Pes yana men sizlarni shu to'rpoqqa yana do'bora beraman. Shu to'rpoqdan men sizlarni yaratdim. Fas shu to'rpoqqa sizlarni fano qilaman. Va fiha nu'idukum. Yana ro'zi qiyomatga fas yana men sizlarni shu do'bora shu to'rpoqdan zinda qilaman. Aziz qavmlar, margdan hech kimning chorasi yo'qdi. Xalos bo'lsa, qocha olsa, qutulsa, hech kimni valav ki har kim ham bo'lsin, podshoh bo'lsin, vazir bo'lsin, faqir bo'lsin, boy bo'lsin, javon bo'lsin, doktor bo'lsin, har kimiki bo'lsin, fa innahu mulaqikum. Alloh aytadi, marg sizlarni muloqot qiladi. Be har surat aziz qavmlar, bizlar marglardan ibrat olsak. Bizlar qabristonga keldik, qabristondan ibrat olsak. Qabriston bozori ibrat. Qabriston bozori tafakkurdir. Qabriston bozori nasihat. Aziz qavmlar, bir boqqa borsa, cebi xoli ketmaydi. Kissasini to'ldirib ketadi. Qavmi aziz, qabristonga keldingizlar. Kissalaringizni ibratdan to'ldirib ketdingizlar. Kissalaringizni cebilaringizni tafakkurdan to'ldirib ketdingizlar. Kissalaringizni nasihatlardan to'ldirib ketdingizlar qavmi aziz. Murdani zindani ustida 3 haqqi bor. Bir haqqi adoyi janoza. Alhamdulillah bizlar janozani ado qildik. Ikkilamchi haqqi dafni xok. Mana alhamdulillah marhum doktor Soyib hokam topshirdik. Uchlamchi haqqi nimada? Talab mag'firat. Har kim marhum doktor Soyibni do'st ko'radi, haqqiga duoyi mag'firat qilsin. Duoyi mag'firat qilsin. Payg'ambar alayhisolatu vassalam aytadilar: "Istagfiru li akhikum fa innahu al'on yus'al." Muborak aytadilar, sizlar inog'alaringizga talab mag'firat qilingizlar. Bundoq duo qilingizlarki, ya Alloh, marhum doktorni gunohoy kabira va sag'irasini maaf qilgin. Fa innahu al'on yus'al. Bizlarni shu yerdan harakat qildik. Ikki farishta banomi munkar va nakir kelib bunda so'raydi. Mayitdan so'raydi. Man robbuka va ma dinuka va man nabiyuka. Agar banda, murda, mayyit dunyoga ahlullohdir. Dunyoga Xudoga bandagilik qilibdi. Javob berishlik osondir. Man robbuka aytadi, Rabbim Alloh jalla jalaluhu.
و ما دینک دینم دین اسلام و من نبیک نبیم پیغمبر آخر الزمان دیده. köpala vaqtlaringizni olmayman aziz qavmlar. Hamma mardum non choy ishkanoqti suvsagan ham bor, osh qolgan ham bordi. Faqat doktor so'zda haqqiga duo qilingizlar. Voqean meni kelganim 4 yil bo'ldi shularni masjidiga. Voqean doktor so'z bir odam shikast edi. Shuncha orgo u borgo bilan bir odam shikasta, bir odam mutavozi, bir odam furutan, bir shunda bir g'arib zindagilik qiladi. Bir odam mehribon edi. Doktor so'y bir odam mehribon edi. Bir odam bonamoz. Voqean bir odam xudojo'y edi. Ana ola ki Alloh mutol bizlarni ajribizdan ka oldi. Bizlarni qo'limizdan boshqa gap kelmaydi. Bizlar duo qilamizki Alloh mutol tamomi ahli quburni mag'firat qilsin. Tamomi ahli quburni mag'firat qilsin. Gunohoy kabira va sag'iralarini maaf qilsin. Xudoy mutol xususan doktor so'yibdi. Alloh mutol savol munkar nakirga Alloh mutol tillarini joriy oson aynaltirsin. Alloh mutol doktor so'yibdi. Gunohoy kabira va sag'iralarini duo qilingizlar. Maaf qilsin. Allohumma ighfir lahu warham lahu va tajawaz an sayyiatihi. Ya Allah, marhum doktor so'yibdi mag'firat qilgin, o'zing rahim qilgin, o'zing gunohlaridan o'tgin. Diga boshqa ziyod ko'p vaqtlaringizni olmayman qavmi aziz. Alloh mutaol hamma bizga tavfiq bersin. Alloh mutaol bizlarga tavfiq bersinki, bizlar qabristonga kelib qabristondan ibrat olaylik. Qabristonga keldik, nasihatlarni olib ketaylik. Qabristonga keldik, bizlar fandlarga quloq solaylik ki baxotir buning uchunki mana bizlar doktor so'yibni ketirib qo'ydik. Erta yana shu keyinga qolganlar bizlarni ketirgani shu. Bu navbat. Hech kim dunyoga kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har nafs chashanday marg. Fa innahu mulaqikum walau kuntum fi burujin mushayyada. Agarchi ko'hoy mahkamga bo'lsa ham Azroil tutib oladi. Azroil topib oladi. Vaqt to'ldi gap xatimda. Qaramaysiz, vazirsan, podshosan yo boshqasan, javonsan, xotining beva qoladi. O'g'laring, qizing yatim qoladi. Bu gap emasdi. Vaqt to'ldi. Fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Murod as-soat vaqt to'ldi. 1 soniya ne ilgar ne keyin bas xolos. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in.